Psixoterapiyada ko'p kelib tushadigan savollardan bittasi, "Man hayotim o'zimga yoqmaydi. Umuman noto'g'ri hayot yashayotganimni bilib turibman, lekin hech narsa qilmayman, hech narsa qilolmayapman, o'zgartira olmayapman" degan narsa bo'ladi. Masalan qanaqa? Masalan, aytadi, erim ichadi, har kuni kelib uradi, haqorat qiladi. Man ba'zan ketib qolaman. Keyin 2-3 kundan keyin borib iltimos qiladi, men yana qaytib kelaman. Qaytib kelmasligim kerakligini bilaman, noto'g'ri qilayotganligimni bilaman, lekin shuni ichida qolaveraman. O'sha kaltigini yeyishda davom etaveraman. Bu narsani bolalarim ko'rib o'syapti, shuni bilib turibman, lekin hech narsa qilmayapman. Anglasam ham deydi. Yoki ba'zan insonlar bor, 9-10 gacha qolib ishlaydi ishxonasida har kuni. Qo'shimcha ishlar olgan, qo'shimcha yuklamani bo'yniga yuklab olgan, qilaveradi yaxshi ko'rinish uchun, ishdan bo'shatib yubormasligi uchun. Natijada sog'lig'im ketyapti deydi. Davleniyam oshib ketyapti deydi. Uyga allamahal kelaman, uydagilarni deyarli ko'rmayman, gaplashmayman, kechalari uxlolmayman, sog'lig'im ketyaptiki, endi u yoq bu yog'i yo'q deydi. Lekin shuni ichida qolaman, bilyapman deydi, sog'lig'imga zarar, lekin nima o'zgartira olmayapman, baribir shuni ichida qolaman deydi. Yoki bo'ladi, narkomanlar, ichishni tashlamoqchi bo'lganlar, alkogoliklar, sigaretni tashlamoqchi bo'lganlar bo'ladi. Aytadi, bilaman, shu narsa mani o'ldiryapti. Man shuni ketidan yaqinda 1 oylik bo'lib ketishi mumkin. Lekin baribir shuni ichida qolaman. Buni o'zgartirish uchun, tashlash uchun hech narsa qilmayapman deydi. Bunaqa misollarni ko'p keltirsa bo'ladi. Umuman olganda inson miyasi bilan tushunib turibdi, hayot o'ziga yoqmayotganini, hayoti xavf ostidaligini, sog'lig'iga zarar yetayotganini tushunib turibdi, lekin uni o'zgartirish uchun hech narsa qilmayotganini inson bilib, o'zidan nafratlanadi, o'zidan hafsalasi pir bo'lib ketadi, uyaladi, aybdor his qiladi o'zini. Mana shunaqa og'ir holatga uchraydiganlar ko'p. Buni sabablaridan biri, mana inson o'sha narsani tushungani bilan, tushunishi u logikada, insonni o'sha ongida sodir bo'ladi, darajasida. Qilayotgan ishlari, xulq-atvorlarimiz u bizani tanamizda, emotsiyamizda, ya'ni avtomatik reaksiyalarimizda bo'ladi. U bir-biridan boshqa o'lchamlardagi gap. Va o'sha bizani har doim qiladigan ishlarimiz, xatti-harakatlarimiz u bir kunda, kecha paydo bo'lgan narsa emas. U bolaligimizdan, yoshligimizdan ancha oldin bizga o'rgatilgan, shakllangan, avtomatlashib ketgan. Shuning uchun ham u doim yutib ketaveradi. Va bizani psixikamiz doim bizani himoya qilishga harakat qiladi. Ancha kamroq energiya sarf qilishimiz uchun, bizani xavfsiz saqlab turish uchun himoya qiladi. Va psixika uchun o'sha eski bizani xulq-atvorimiz, eski o'rgangan narsalarimiz noto'g'ri bo'lsa ham, zararli bo'lsa ham, tanish bo'lgani uchun xavfsiz deb tuyuladi. Shuning uchun o'sha variantni beraveradi bizga, shuni qilasan, shuni qilasan. Bolalikdan qanaqa paydo bo'ladi? Misol uchun, agar siz shunaqa hammaga qulay bo'lsangiz, bu bolaligingizdan ham qulay bo'lgansiz, yuvosh bo'lgansiz, sabrli bo'lgansiz, gap qaytarmagansiz, ota-onangizga xalaqit bermagansiz, boshiga balo bo'lmagansiz, muammolar orttirmagansiz, o'smirlik paytingizda bir tarbiyasi og'ir bo'lmagansiz, judayam qulay bola bo'lgansiz. Shu narsani ko'rib, ota-onangiz shuni evaziga sizni maqtagan bo'lishi mumkin va o'sha yaxshi bo'lsam, qulaygina bo'lsam, hamma meni yaxshi ko'rar ekan degan narsa bilan o'sadi bola. Va mani xohishlarim hech kimga qiziqmas, mani so'rovlarim, mani emotsiyalarim, mani jahlim hech kimni qiziqtirmaydi. Demak, meni ham qiziqtirmaydi degan narsa bo'ladi insonda. Keyin katta bo'lganimizda tushunib qolamiz. Ayniqsa hozir hamma joyda psixologik bilimlar ko'p, Instagramda ko'p psixologlar bor, eshitib, bularni obuna bo'lib, bilib, eshitib, bilib olamiz. Umuman olganda shunaqa edi-ya, men bir g'alati yashar ekanman, noto'g'ri yashar ekanman. Menga haqiqatdan yoqmayapti hayotim deydi. Lekin nima qilib o'zgartirishni bilmaymiz yoki bilsak ham hech narsa qilmaymiz. Bu yana sabablardan biri ichiga yutilgan agressiya. U ham shu kichkinaligingizda jahl qilganingizda jazolangan bo'lsangiz, agressiyangizni bildirganingizda ichingga yut deyishgan bo'lsa, bu narsa ichingizda qolib ketgan. Ichiga yutilgan agressiya u bo'ldi, ichiga yutdi, ketdi degan narsa emas. U qoladi ichida, insonni baribir ham chiqadi. U agressiya birovlarga qaratilmasa ham, birinchi bo'lib insonni o'ziga qaratiladi.
inson o'sha o'zini o'zi kamsitadi, o'zini o'zi tanqid qilaveradigan bo'lib qoladi, o'zini o'zi kasal qiladi, surunkali charchoqda bo'ladi. Ba'zan esa mana shunaqa o'ziga yoqmaydigan sharoitda o'ziga ravo ko'radi. Zararli bo'lsa ham, xavfli bo'lsa ham o'ziga autoagressiya bo'ladi, o'ziga qarshi agressiya bo'ladi. O'sha yomon hayotda qolib yashayveradi. Yana katta rol o'ynaydi aybdorlik hissi. Aybdorlik hissi ayniqsa, masalan, sizga kimdir sizdan narsa so'rasa yoki sizga yoqmaydigan narsa taklif qilsa, siz unga yo'q deb javob bergingiz kelib turibdi. Rozi emassiz, sizga yoqmayapti. Lekin hozir siz unga yo'q desangiz, ko'nmasangiz aytganiga, uni xafa qilib qo'yaman deb o'ylaysiz. Uni xafa qilib qo'ysangiz, o'zingizni aybdor his qilasiz. Hammasini dabdala qildim, uni xafa qildim, ko'nglini og'ritdim, hammasini chippakka chiqardim, buzdim degan aybdorlik hissi bo'ladi. Aybdorlik hissi juda ham og'ir hislardan biri. Uni ko'tarib yurish qiyin. Shuning uchun inson undan ko'ra uni xafa qilmaydi. O'zim xafa bo'lsam bo'lavering, lekin o'zimni aybdor his qilmay deydi. Xafa bo'lish osonroq aybdor bo'lishdan ko'ra. Shuning uchun keyin o'zingizga yoqmaydigan hayotda yashayverasiz, o'zingizga to'g'ri kelmaydigan sharoitda qolaverasiz va hokazo. Bunaqa insonlar shu o'zini hayotini tushunib turib, lekin o'zgartirmaydiganlar qo'rqoq yoki kuchsiz yoki irodasiz deyilmaydi. Bularning ichida konflikt bor deyiladi. Tushunib turgan narsasi bilan qilayotgan ishi bir-biriga to'g'ri kelmagandagi konflikt. Men bilib turibman-ku, menga yoqmayapti-ku, men ham bir marta yashayman, bunaqa yashashni xohlamayman degan narsa bor va qilayotgan ishi umuman o'sha xohlayman degandek ishlarni qilayotgan bo'ladi. Mana shunda insonda konflikt bo'ladi inson. Buni hop nima qilish kerak? Birinchi o'rinda bilishimiz kerak, shu hayotimiz noto'g'riligini tushunib olganimiz o'zi yetmaydi. Bundan tashqari nega yana o'sha eski harakatimizni qilayotganimizni bilishimiz kerak. O'zi nimaga shuni qayta qilaveraman? Nega yana o'sha uradigan erni uyiga borib qaytib yashayveraman? Yoki ajrashib ketgan taqdirda ham yana xuddi shunaqa uradigan erga tegishi mumkin. Yana xuddi shunaqa hayot, yana xuddi shu ssenariyni qaytaraveradi. Nimaga men shu narsani qaytaraveraman? Tushunish kerak. Ha, demak bu bolaligimdan qolganmanda bu narsa. Menga tanish. Psixikamizga shu eski narsa tanish, yomon bo'lsa ham tanish. O'sha narsa xavfsiz deb tuyuladi. Shu narsani ham bilib olishimiz kerak. Anglab olganimizdan keyin emotsional ishlashimiz kerak. Bunaqa insonlarda shu o'zini emotsiyalariga ruxsat juda kam. Ayniqsa kuchli emotsiyalarga agressiya, uyat, jahl, qayg'u va hokazolarni bildirishga o'ziga ruxsati deyarli yo'q. Mana shu narsalarni tiklash kerak. Ya'ni inson o'zi bilan o'zi aloqani tiklash kerak. Jahlingiz chiqdimi? Jahlingizni bildirasiz. Jahlingizni bildirasiz deganim urushib kelasiz degani emas. Jahlni, agressiyani chiqarishi juda ko'p sog'lom yo'llari bor. Internetda to'la ma'lumot bor. Hozir gapirib o'tirmayman. Ochib topib o'qisangiz bo'ladi. Jahlingizni tan olasiz. Charchaganingizni tan olasiz. O'zingizga umuman aytasiz, men ham umuman olganda insonman. Menga ham Xudo bergan emotsiyalar bor, agressiya ham bor, jahl ham bor, xursandchilik ham bor, charchoq ham bor, hamma narsa bor menda ham. Va men ham to'laqonli bu narsani yashab o'tishga, ichimga bekitmasdan oshkora boshdan kechirishga haqqim bor degan narsaga kelamiz. Bu narsa bilan shug'ullangandan keyin inson o'zi bilan o'zi aloqani tiklaydi, o'ziga o'zi tayona oladigan bo'lib qoladi. Faqat boshqalarni maqtovi bilan emas, o'ziga o'zi ham tayanch bo'la oladigan bo'ladi. Va undan keyin tushunib olganingizni bilasiz va endi hayotingizni o'zingiz xohlagandek qurish uchun boshqa xatti-harakatlar, boshqa xulq-atvori yo'lga qo'yiladi. Bu narsa bir kunda bo'lmaydi. Bu narsani tushundim, endi zudlik bilan menga o'zgarish bo'lishi kerak degan narsa noto'g'ri. Buni miyangizni qo'rqitib yuborasiz. Bu eski xulq-atvorlaringiz bir kunda paydo bo'lmagandek, yangilari ham birdaniga paydo bo'lmaydi. Bunga vaqt kerak. Va o'sha sekin-sekin o'sha yangi xulq-atvoringizni yo'lga qo'yasiz. Miyadachi qanaqa bo'ladi? O'sha eski xulq-atvoringiz aytganimdek, o'sha neyron yo'llarni hosil qilgan. Yoshligingizdan qilaverganingizdan keyin bu chuqur, qalin yo'l hosil bo'lgan. Yangi ko'nikmani paydo qilayotganingizda u narsa ingichkina, nozikkina yo'lakcha bo'ladi. Miya uchun yangi narsa notanish bo'lgani uchun xavfli, ko'p energiya sarflaydigan tuyuladi. Shuning uchun u yana sizni eski yo'lga qaytarib qo'yadi. Ba'zan shu hayotingizni o'zgartirayotganingizda yana eski xatolaringizni qaytarib yuborishingiz mumkin. Bu norma. Bu narsa uchun o'zingizni urushmang va mana irodasizman, yana shu ishni qildim degan narsa bo'lganda qo'l siltamang.
hech narsa qilmaydi, bo'ladi, ortga qaytishlar, yana sekin o'sha yangi ko'nikmamizni baribir ham amalga oshiraveramiz deymiz. Qancha takrorlash ko'p bo'lgan sari bu yo'lagi ham chuqurlashib, yangi neyron yo'lagi ham chuqurlashib, ko'nikmangiz mustahkamlanadi. Aytganimdek, bunga vaqt kerak, bunga takrorlash kerak va xavfsiz muhit kerak. Xavfsiz muhit deganim o'sha eri bilan kaltagini ostida yashab qolib, bu narsani o'zgartirish juda qiyin. Bu narsadan mustaqil ravishda o'zingiz chiqib keta olmasangiz, sizni individual konsultatsiyalarimga taklif qilaman. Konsultatsiyaga yozilish uchun shu videoyim tagida Telegram va Instagramga ssilkalar bor, havolalar. Ustiga bossangiz, menga yozadigan joyiga kelib tushasiz. Yozilib konsultatsiyaga kelishingiz mumkin. Sizlarni keyingi videolarda kutib qolaman. Sog' bo'ling, xayr.